Rossiyaning Moskva atrofi, Vladimir, Tambov hududlari qora tutun ichida qoldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 7 kishi halok bo'lgan, 40 dan ortiq inson turli darajada jarohat olgan. Xabarlarga ko'ra, Ukraina dronlari Moskva viloyatining Noginskiy shahrida joylashgan neft servis neft bazasiga zarba bergan. Shuningdek, ma'lumotda obyektga aniq zarba tekkani va shundan so'ng korxona hududida yong'in kelib chiqqanligi qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yirik neft buluti Moskva tomon siljimoqda. Agar vaziyat tasdiqlansa, bu havo sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va Rossiya poytaxti uchun ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Gazo sektorida Isroil qo'shinlari tomonidan yana bir qonli hujum amalga oshirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida ko'plab tinch aholi vakillari halok bo'lgan va yaralangan. Qurbonlar soniga aniqlik kiritilmoqda. Hindistonda 12 yoshli bolani timsoh yeb qo'ydi. Uttar Pradesh shtati Bahraych tumanida 12 yoshli Sunil Singh Ghakhara daryosida timsoh hujumi oqibatida halok bo'lgan. Bola daryo bo'yida yuvinayotgan paytida timsoh uni suvga tortib ketgan. Qutqaruv harakatlariga qaramay timsoh uni yeb qo'ygan. Bolaning jasadi qoldiqlari keyinchalik topilgan. Ma'lumot uchun, Ghakhara Nepal va Hindiston hududlaridan oqib o'tuvchi Gang daryosining eng yirik va sersuv chap irmoqlaridan biridir. Daryoda timsohlar soni ko'pligi sabab mahalliy hukumat va o'rmon xo'jaligi boshqarmalari daryo bo'yida yashovchi aholini doimiy ravishda ogohlantirib keladi. Mugger timsohlari, ya'ni baxmal timsoh, odamlar uchun juda xavflidir. Bu turdagi timsohlar baliqlardan tashqari boshqa hayvonlarni ham ovlaydi. Daryo yaqinidagi qishloq aholisi va chorva mollari vaqti bilan aynan shu turdagi timsohlar hujumiga uchrab turadi. Meksikada 7.4 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Meksikaning Puerto Madera shahri qirg'oqlarida 7.4 magnitudali kuchli zilzila qayd etilgan. Qurbonlar va vayronagarchiliklar ko'lami hali aniqlanmadi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona vodiysida kuchli zilzila bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi rasmiy munosabat bildirdi. Seysmologiya instituti mutaxassisi aholini asossiz vahimaga berilmaslikka chaqirdi hamda hozirgi seysmik holat bo'yicha tushuntirish berdi. Respublika hududida, unga qo'shni respublika hududida kuchli zilzila qadimdan bo'lgan. Endi mana oxirgi Farg'ona vodiysida oxirgi kuchli zilzila 2011-yilda Shokon zilzilasi yuzaga kelgan, 6.4 magnitudali. Undan keyin boshqa hali unaqa kuchga ega bo'lgan zilzila sodir bo'lgani yo'q. Endi 5.5 magnitudali zilzila doim bo'lib kelgan, ularning chastotasi yuqoriroq. Lekin kuchi kam. Endi seysmik imkoniyati yuqori bo'lgan yirik yer yorilari bor. Bular nisbatan janubroqdan o'tadi, Tojikiston hududidan, o'sha Pamir hududlarida o'tib, magnitudasi 7 gacha teng bo'lgan zilzilalarni keltirib chiqarish imkoniyatiga ega. Endi o'sha hududda shunaqa kuchga ega bo'lgan zilzilalar sodir bo'lganda, uni seysmik ta'siri 9 ball, undan oshmaydi. Endi mana Afg'oniston hududida chuqur o'choqli zilzilalar bor. Bu tez qaytarilib turadigan bu zilzilalar asosan 250, salkam 300 kilometr chuqurlikda bo'ladi. Markaziy Osiyoning hamma respublikalari o'sha silkinishi ta'sirida his qiladi. Lekin bularning kuchi hech qachon boyidagi 8-9 ball darajaga yetgan emas, shu yergacha yetmaydigan, chunki ular chuqur, chiqquncha so'nib boradi. Endi mana oxirgi paytda mana Farg'ona vodiysidagi o'zimizni O'zbekistonning viloyatlariga tuzilgan xarita, mana bu yerda keltirilgan asosan 90% dan oshiq hudud 8 balli hudud. Agarda shu yerdagi mavjud bo'lgan yer yorilari o'zini maksimal seysmik potensialini agarda yuzaga chiqarsa, undan bo'lgan silkinish 8 balldan oshmaydi. Endi bor ayrim mana kichkina hududlar 9 ball. 9 ballga yetishi mumkin. Bu ham endi shu yerdagi boyagi yer yorilarining faolligini o'rganish natijasida, inesigan bu yerdagi yuqori yer qobig'ining yuqori qismlarini tuzilishini hammasini hisobga olib berilgan baho. Mana bu xarita shunaqa bir imkon berdiki, aytadiki, bu 50 yil ichida mana shu hududda zilzilaning kuchi 8 balldan oshib ketish ehtimoli 5%. Oshmaslik kafolati 95%. 95% ehtimolga qurilgan xarita hisoblanadi.
mana bugungi kundagi bizdagi Farg'ona vodiysidagi real ahvol. Mana 8 ball asosiy qismi ozginagina Andijon shaharining sharqiy qismida 9 ballga teng bo'lgan silkinish yuzaga kelishi mumkin. Agarda bu ham shunaqa o'sha yer yo'riqlar o'zini maksimal potensialini ishlata olsa, endi buni qachon ishlatadi? Buni ehtimoli nihoyatda kam. O'shaning uchun hech qanday vahimaga tushishga asos yo'q hozir aholiga.